Angliya parlamenti a'zosi Alkiya Kerinis boshchiligidagi bir qism parlament a'zolari, faoliyatchi va akademiklar Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda davomlashayotgan mazlum va irqiy qirg'inchilik to'g'risida guvohlik berish va muzokara yig'ini o'tkazdi. Seshanba kuni Angliya Tashqi ishlar komitetida o'tkazilgan yig'inga parlament a'zosi Kernis riyosatchilik qilgan bo'lib, yig'inda guvohlik bergan yosh Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi Yalqin Uluyul jafoliq kechirmishlarini, vatandagi tuqqanlari duch kelgan vahshiylikni tafsili bayon qildi. Kernis o'zining X hisobidagi yozmasida Yalqin Uluyul tashqi munosabatlar komitetida oilasidagilarning hikoyasini so'zlab berdi. Bu Uyg'urlar duch kelgan reallik, yo'qotish, majburiy ayrilish, qayg'u va alamlik azob. U Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi dedi. Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirish, shundaqla assimilyatsiya siyosatini texmo keng ko'lamda ijro qilish uchun bu yil Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining bahor bayramilik birlashma ko'ngil ichish kechiligi sho'ba maydonining birini Qashqar qilib bekitdi. 10 fevral Xitoylarning bahor bayrami bo'lib, Xitoy bu yillik bahor bayrami san'at kechiligi programmasini Beyjindagi asosliq so'rindan boshqa Shinyang, Changsha, Xi'an va Sharq Turkistonning Qashqar shahridan iborat 4 tarmoq o'rinda o'tkazgan. Kechilikda Xitoylar orasida tonilgan bir qism Uyg'ur naqshchi, usulchilar bu faoliyatda alohida nomer o'rindab Xitoyning tashviqotiga moslashgan. Yevropa İttifaqı Rossiyaga qaratgan yangi bir navbatlik jazo tizimligini e'lon qilish oldida turgan bo'lib, buning ichida 4 Xitoy shirkati bor ekan. Fransiya Xalqaro radiosining 11 fevral xabar qilishicha, Yevropa İttifaqı Rossiyaning urush qilishga yordam bergan chet el shirkatlariga qarata yangi bir navbatlik jazo e'lon qilish oldida turgan bo'lib, 4 Xitoy shirkati tizimlikda ekan. Mazkur jazo qarori 24 fevraldan, ya'ni Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilib kirishining 2 yillik kunidan burun rasmiy e'lon qilinadi ekan. Yevropa İttifaqı Xitoy, Afg'oniston, Serbiya qatorliq bir qism davlatlardagi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilish urushiga yordam bergan 21 harbiy va texnologiya shirkatiga jazo yurgizishga tayyorlik qilgan. Hindiston va Arab Birlashma Xalifaligi imzolagan O'rta Sharq orqali Yevropaga tutishadigan ramka kelishimi Xitoyning bu rayondagi iqtisodiy nishoniga xiris deb qaraldi. Hindiston bilan Arab Birlashma Xalifaligi o'rtasida Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisod koridori qurish to'g'risida kelishim imzolangan bo'lib, bu Hindistonni O'rta Sharq orqali quruqliq va dengiz orqali Yevropaga tutashtirgan. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, Yevropaning bexatarligi cho'ng quruqliqli emas, balki Amerika, Kanada, Turkiya, Norvegiya va Islandiya qatorliq Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining boshqa a'zolariga bog'liq ekan. Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trumpning so'zi bu quruqliqning Amerikaning qo'g'dishiga taynamda yo'q degan masalasida yangi munozara qo'zg'agandan keyin Stoltenberg Yevropani mudofaada yolg'iz mengishga urinishdan ogohlantirdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning saylam gruppasining Amerika hukumat ishgillarida cheklangan Xitoy abtitali TikTokda hisob etishi kuchli g'olg'ala va norozilik qo'zg'agandan keyin Oqsaroy bu vaqtda inkos qaytardi. Xitoy abtitali TikTok bexatarlik tahdidi sababli ko'p qatim ayblangan. Tekshirilgan va Amerikaning hukumat uskunlarida ishlatilishi cheklangan bo'lsa-mu, Amerika prezidentlik saylamining yiqilishiga ergishib, Bidenning saylam gruppasining TikTokda hisob etishi kuchli tanqidga duch keldi. Oqsaroy 12 fevral bu vaqtda inkos qaytarib, hukumatning davlat bexatarligiga bo'lgan andisining o'zgarmaganligini, TikTokning hukumat uskunlarida davomli cheklanadiganligini ta'kidladi.